Keyingi savol, qassobga ish haqi qanday beriladi? Qurbonlik so'yilgan hayvonning go'shtidan bersa bo'ladimi? Ish haqi qilib. Mana shu ham ko'p xatoga yo'l qo'yib qo'yadigan ishlarimizdan biri. Yaxshi bilaylikki, qassobga ish haqi yoningizdan beriladi. Qurbonlikni biror narsasidan berilmaydi. 2 kilo go'shtini berib 200 mingga kelishdik sizga. Mana 2 kilo eng lahim joyidan beryapman, 200 ming bo'ladi. Mana deb berib yuborsa bo'lmaydi. Mumkin emas bu. Alohida yonidan 200 ming bersin. Go'sht bermoqchimi? Qassobga ham bermoqchi. Haqqini bergandan keyin mana hadiya deb qurbonlikning go'shtidan deb beriladi. Ish haqiga aralashtirilmaydi yoki terisini, kimdir kalla pochasini berib yuboradi. Kimdir yana nimasini, jigarini berib yuboradi, yuragini berib yuboradi va hokazo. Bular hammasi ish haqidan tashqari bo'lsagina joiz. Ish haqi sifatida berish mumkin emas. Bu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda Abdurrahmon ibn Abu Laylo radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda "Va la tu'ti ajral jazzari minha" deb Hazrat Ali radhiyallohu anhu ga aytganlar. Ya'ni qurbonlik uchun so'yilgan jonliqdan qassobning haqqini berma deganlar. Shuni dalil qilib yuqoridagi gaplarni, ya'ni ulamolar aytadilar.